Assalomu alaykum. Agarda sizni Telegram guruhlarga o'zboshimchalik bilan qo'shib qo'yayotgan bo'lishsa, ushbu videoni oxirigacha ko'ring va men sizga qanday qilib bunday holat takrorlanmasligini o'rgataman. Ketdik. Birinchi bo'lib, Telegramning chat tepa burchagidagi 3 ta chiziqchani bosib, paydo bo'lgan oynadan Настройки bo'limini tanlaysiz. Настройкиga kirgandan so'ng Конфиденциальность variantini tanlaymiz. Konfidensialnostga kirgandan so'ng ozroq pastga tushib, Приглашение degan joyga kirasiz. Aynan shu yerda sizni Telegram guruhlariga kimlar qo'sha olishini o'zingizga moslab, sozlab olishingiz mumkin. Birinchi bo'lib Все turibdi. Ushbu variant tanlangan bo'lsa, bu degani sizni mutlaqo barcha foydalanuvchilar Telegram guruhlariga a'zo qilib qo'ya oladi degani. Hatto siz tanimagan mutlaqo begona bo'lgan shaxslar ham. Ikkinchi bo'lib kontakti turibdi. Ya'ni faqatgina saqlangan, saqlanit qilingan kontaktlaringiz sizni Telegram guruhlariga qo'sha oladi degani. Uchinchi variant esa Nikto. Bu variantni tanlaganingizda sizni mutlaqo hech kim va hech qachon Telegram guruhlariga a'zo qila olmaydi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, uni yaqinlaringiz bilan bo'lishishni unutmang va like uchun alohida rahmat.